Assalomu alaykum hurmatli aziz opa-singillar, to'qisevar muxlislar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda uzr to'qishni o'rganamiz. Bu uzrimiz mana bu gulchali uzrimiz. Gulchali yulduzcha uzrimiz. Mana orqa tomonni ham ko'rsataman sizlarga. Orqa tomoni mana bu ko'rinishda. Hozir birgalikda shu uzrni to'qishni o'rganamiz. Bu uzrimiz bitta raportimizda 4 ta petlamiz. Har 4 ta petlada bitta raportimiz bo'ladi. Boshlanishda 3 ta petla bilan boshlangan, oxirida ham 3 ta petlamiz bilan tugaydi. Shuni hisobini olib petlalarimizni terib olamiz. Petla olganimizda hozir men spitsamga 17 ta petla terib oldim. Boshida bitta, oxirida bitta kromichniyimiz bilan keyin 4 ta raport. Bitta raportimiz mana 4 ta petladan bo'lganda 1 2 3 mana 3 ta raportimiz ekan. 3 ta raportimiz, keyin yana 3 ta petla zerkalniy, boshida 3 ta, oxirida 3 ta bo'lgani uchun buni hozir to'qish jarayonida yaxshi tushunib olasizlar. Общий spitsamga 17 ta petlami terib oldim va bir qator mana platochni to'qib oldim. Bu o'ng tomonimizdagi qatorimizni to'qib keldim. Ters tomondan uzrimizni boshlaymiz. Birinchi petla kromichnniy petlam 1 2 3 3 ta litsevoy. 4-chi petlamizni to'qimasdan ipimizni petlani ustidan olib o'tamiz. Yana 3 ta litsevoy. 4-chi petlamizni yana ipimizni petlani ustidan olib o'tamiz. Yana 1 2 3 ta litsevoy. 4-chi petlamizni to'qimasdan spitsamizga olib o'tamiz. Yana 3 ta litsevoy zerkalniy bo'lishi kerak. Boshida aytdim. Boshida 3 ta bilan boshlandi, oxirida 3 ta bilan tugadi. Bu birinchi qatorimiz edi. Endi ikkinchi qatorimizga keldik. Ikkinchi qatorimizda kromichnniy petlani to'qimasdan oldim. Endi petlalarimiz tersiga to'qiladi. Iznanочный 2 3 3 ta iznanочный. Bitta petlamiz to'qimasdan olgan petlamizni yana xuddi shuna qilib ipimiz ustida to'qimasdan olamiz. Mana bitta petlamiz 3 ta bo'ldi. Yana 3 ta iznanочный. 3 ta iznanочный, bitta petlamiz to'qimasdan olamiz. Yana 3 ta iznanочный. Petlamizni yana to'qimasdan olamiz. Mana petlamiz qaraganingizda mana 3 ta bo'lishi kerak. Yana oxirida 3 ta iznanочный petlamiz bor. Bu ikkinchi qatorimiz edi. Oxirgi petlamni ham yana iznanочный bilan to'qib olaman. Bu ikkinchi qatorimiz. Endi 3-chi qatorimizni to'qiymiz. 3-chi qatorimizda kromichnniy petlamizni oldim. Yana 3 ta litsevoy petlamiz to'qiladi. 1 2 3 mana 3-chi litsevoyimizni to'qib oldik. 3 ta litsevoy to'qib oldim. Endi mana bu yerdagi 3 tali petlamiz, mana 3 tali terib olgan petlamizni 3 ta iznanочный qilib to'qishimiz kerak. Mana spitsamizni orqa tomonidan kirgizib, petlamizni olib bitta petla oldik. 2 ta 3 ta mana 3 ta petla chiqarib oldim. Yana 3 ta litsevoy. Uchta litsevoydan keyin mana 3 ta petladan yana 3 ta petla iznanочный petla chiqarib olishimiz kerak. Mana bitta, yana bitta petla oldik воздушный. 3-chi petlamiz mana. 3 ta iznanочный petla oldik. Yana 3 ta litsevoy. 1 2 3 3 ta litsevoy. Yana 3 ta petladan 3 ta iznanочный. 1 2 3 mana 3 ta petla to'qib oldik. Yana 3 ta litsevoy petlamiz. Oxirgi petlamiz, keyin bitta kromichnniy petlamiz qoladi. 1 2 3 3 ta litsevoy, oxirgi petlamiz kromichnniy petlamiz.
Mana 3-qatorimizni to'qib oldik. Endi 4-qatorimiz oxirgi uzorimizni qatori. Uzorimiz 4 qatordan iborat. Кромочный petlarni to'qimasdan oldim. 1 2 ikkita iznanchni to'qib oldik. Endi mana qarab turinglar. Mana bu bitta iznanchni petlar bilan mana bu yerdagi birinchi litsevoy petlamizni ikkitasini bitta qilib o'ng tomonga og'dirib to'qib olamiz mana. Keyin ikkinchisi yana bitta litsevoy, keyin uchinchisini yana chap tomonga og'dirishimiz kerak. Buning uchun mana bunimiz hozir mana noto'g'ri turibdi. Mana shuni bu tomonga qarab mana to'g'rilab olib, keyin uchinchisini ham mana to'qib olaman. 3 ta mana gul bo'ldi. Endi yana bitta o'rtada iznanchni petlamiz bor. Keyin yana xuddi shuni takrorlaymiz. Ikkinchi raportimizni mana bitta petlamizni ikkitasini bitta qilib olamiz. Litsevoy iznanchni. Ikkinchi litsevoyimizni ham to'qib olamiz. Uchinchisini yo'lini almashtirib, ikkitasini bitta qilib chap tomonga og'dirib to'qib olamiz. Mana ko'rganingizdek, mana ikkinchi raportimiz. Yana bitta iznanchni petlamizni to'qib, uchinchi raportimizni to'qiymiz. Xuddi shuna qilib yana to'qiladi mana. Ikkita petlarni bitta qilib to'qiymiz. Bitta yana litsevoy. Keyin mana bu litsevoyimizni yo'lini almashtirib, ikkitasini yo'lini ko'rasizlar. Sizlar qanaqa to'qiganinglarni men bilmayman. O'shaning uchun men o'zimni to'qiganimdan yo'lim boshida sizlarga ko'rsatdim. Birinchi to'qiganda yo'li chiroyli chiqishi uchun yo'lini qaraysizlar. Qaysi tomonga sizlar to'qigan bo'lsanglar, o'shanga qarab to'qib ketasizlar. Mana bu ikkita iznanchni qatorimizni oxirida va кромочный petlarimizni to'qib olamiz. Mana bitta raportimizni 4 qatorimizni to'qib oldik. Bu mana o'ng tomonimiz, uzorimizni yana to'qish boshlanganda yana ters tomondan to'qish boshlanadi. Xuddi shu to'qishni davom ettiramiz. Men hozir birinchi qator qurilishini yana ko'rsatib ketaman, chunki uzorlarimiz chalkashgan. Кромочный petlamiz mana bu yerda ikkita litsevoy, keyin qolgan 3 ta iznanchni turibdi. Xuddi shuni hozir mana 1 2 3 ta litsevoy to'qiymiz. Mana bitta iznanchnidan petla olamiz. Mana ko'rayotganingizdek o'rtada bitta litsevoyimiz bor. Qolgan yonidagilar iznanchni bilan hammasini mana 3 ta litsevoy qilib to'qib olamiz. 3 ta litsevoy. Yana bitta iznanchni to'qimasdan olamiz. Yana 1 2 3 bitta petlamizni to'qimasdan olamiz. Yana 1 2 3 oxirgi petlamiz кромочный petlamiz. Mana uzorimizni birinchi qatorida sizlarga ko'rsatgandim. Boshida boshlaganimizda 3 ta litsevoy, bitta iznanchni petla qo'shib olamiz to'qimasdan, yana 3 ta litsevoy, 4-petlani to'qimasdan olamiz. Yana 3 ta litsevoy to'qimasdan olamiz. O'ng tomonda ikkinchi qatorimizda 3 ta iznanchni petlamizni to'qimasdan ip bilan olamiz. Yana 3 ta iznanchni petlani to'qimasdan ip bilan olamiz. Xuddi shuni qilib davom ettiramiz. 3-qatorimizda bo'lsa 3 ta litsevoy to'qiymiz. Yana 3 ta mana bu litsevoy iznanchni petlamiz o'rniga 3 ta iznanchni petla olishimiz kerak. 3 ta litsevoyda 3 ta bitta petladan 3 ta petladan 3 ta petla chiqarib olishimiz kerak. Sizlarga xuddi hozir qanday ko'rsatgan bo'lsam, xuddi shuni takrorlaysizlar. Masalan, yana chalg'itib chalkashtirmayman. Mana xuddi shu sizlarga birinchi qatordan 4-qatorgacha ko'rsatdim. Xuddi shu qatorimizni mana takrorlab ketamiz. Shunda uzorlarimiz bir-birining ustiga tushishda davom etib ketadi. Shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar.